Bugun sizlar bilan immunitet haqida gaplashamiz va videoning oxirida sizlarga immunitet ko'taradigan bitta retseptni ulashmoqchiman. Bizni Alloh shu qadar mukammal qilib yaratganki, organizmimizni himoya qilish uchun o'zimizning immunitetimiz mavjud. Agar uni biz asray bilsak, albatta biz kasallikka kam chalinamiz. Buning uchun biz turli dorilar, ukollarga murojaat qilishimiz kerak deb o'ylayotgan bo'lsanglar, unaqa emas. Biz shunchaki ichaklarimizni sog'lom holda saqlasak, immunitetimiz zo'r bo'ladi inshaalloh. Chunki ichaklarimizda, sog'lom ichakda foydali immunitetni mustahkam qiladigan foydali bakteriyalar yashaydi. Aksariyat holatlarda biz to'g'ri turmush tarziga amal qilmaslik hamda antibiotiklarni vrach ko'rsatmasisiz palapartish qabul qilish natijasida biz ichaklarimizdagi sog'lom bakteriyalarni o'ldirib qo'yamiz. Asosan bu bolalarda uchraydi. O'zim ham farzandim yoshligida antibiotiklarni juda ham palapartish qabul qildirganman bolamga va immuniteti juda ham past bo'lgan. U paytda tajribam bo'lmagan. Mana endi bilaman, antibiotiklarni vrach ko'rsatmasisiz qabul qilmaslik kerak. Agar qabul qilishga juda ham zarurat bo'lib qolgan taqdirda ham antibiotikdan keyin albatta probiotik qabul qilish shart. Bu holatda bizdagi ichaklarimizdagi foydali bakteriyalar paydo bo'ladi va immunitetimiz mustahkam bo'ladi. Endi sizlarga va'da qilganimdek foydali retsept bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga limon hamda apelsinning po'stloqlari kerak bo'ladi. Bularni choynakka solamiz va ustidan qora choy solib, qaynoq suv quyib damlab qo'yamiz. Ushbu damlamani ovqatlanishdan 20-30 daqiqa oldin ichishga odatlansak agar immunitetimizni inshaalloh ko'tarilishiga yordam beradi.